Inakka suv berdingmi? Inak nima edi u? Sigir. Ha, esladim. Inak sigir. Hozir beraman suvini. Kelin, sizga bozordan ko'ylak pocha olib keldim. Ko'ring, qani? Ko'ylak tushundim. Pocha nima degan o'ncha? Ishtonda aytibdilar. Bitta lagan olib kel. Mana. Bor, morga bering. Yangacha dona cho'rak qoldimi? Yangacha qo'lim bering. Yangachalar Buxorochani tushunmaydi. Adabicha gapiringda. Rahmat. Bitta loblo qash qil kechga. Nima deyapsizlar? Tushunmayapman. Kelin bacham shu pomidorni olib qo'ying, mo'rcha bosibdi. Hadi bullo. Nima deyapsiz jon? Pomidorlar murabbo, Ha, mo'rchi nima unda? Krokodil. Ha? Chumoli. Shahboz aka, oyijon qattalar? Guppi chulabdilar. Voy, oyijon qo'shiqchimilar? Guppi tarjimasi yo'g'ini oshxonaga borib choping. Yangacha simsuk ekanmi? Dami i. Sumsuk nima degani? Au, yaxshi odam degani bu. Kelin mana amakingiz ro'zg'orga yangi kastrol kelibdi. Voy, rahmat amaki, biroz sumsuksiz-a. Ebi, inchi kutay gap kelin. Aka antoq tarbiya qilishdi men ham kelinma. Kastrolga machma ketdim, men sumsukman qadar aka. Ebi, qancha tu tana da qilishdi. Hayotim turing, issiq suv olib keldim. Oyog'ingizni vannaga qo'yib olasiz. 30 yildan beri yozda ariqqa, qishda yomg'ir yog'sa cho'milaman. Bu menga vannaga deydi. Olib keling. Pishibdimi? Nima bu? Go'sht. Shu paytgacha menga sho'lxonni go'sht deb yedirganlar, go'sht boshqa narsa ekan-ku, muncha mazasiz dur buni. Perfekt. Yana bumi? Onam issiq suvga pul tashab qo'ydim, pul tashamanglarsizlar. To'ydan oldin telefoniga ham pul tashamasdi. Uylangandan keyin issiq suvga tashadim, svetga tashadim. Bitta oliver salat qil cho'p. Hayotim, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Amollar qarab qo'ydim, ko'ylak o'tib berib qo'ydim. Bilmasam, mendan faqat shulardan so'raganlar. Futbolga kelasanmi sen bugun? Bo'lar bo'lmas narsa telefon qilavermalaring, men uylanganman. Va, uylandi, o'zgarib ketdi bu ham. Sizdan bir narsa deyin, gaplashib o'tiraylik. Shu paytgacha menga og'zingni yop gapirma deganlar. Endi men gapiraman qanday zil. Qanday ishlar, tinchmi? Bo'pti, ishga yaxshi borib keling. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'p? Dada, meni uylantiringlar. Mana bugun qishlog'imizga 50 yoshni qoralagan Qulmurod bobomiz bo'ydoqlik safidan xayrlashyaptilar. To'ylar muborak bo'lsin. Qani kuyov jo'ralar o'ynasin, qani sizlar kuyov jo'ralar. Kuyov jo'ralar yo'q, bitta o'zim, hammasi ishlar bilan, ha. Muzikani pastdan davlana ko'tarib. Pastqi muzikani deyona qilib odam. Qani endi davramiz markaziga sinfdoshlarni chaqiramiz. Sinfdoshlar qayerdasizlar? Kelinglar. Ana bugun sinfdoshlarning hammasi farzandlari kelibdi, shu yerda va turibdi. Sani farzandlaring to'yiga bularni farzandlari xizmat qilsin nasib bo'lsa. Mana tog'amizning jiyanlari tabriklayman deb niyat qilgan ekanlar. Mana tabriklayman. Endi men jiyan emasman, men kelin kuyovni olib kelgan taksichiman, mashina ega shofirman. Pulni bersalaringiz ketardim-da. Zapravkaga borish kerak o'la. Endi Kinobatning qishlog'imizning vobriyli insonlaridan Mamarayn tog'iga beramiz. Marhamat. Unaqa. Kelinmi? Yo'q, Kuyov. yo'q. Ha, jo'rasi. Zaks kas qayoqda uni? Mana bugun to'yimiz qatnashchilari Tabrik kel. Rossiydan jiyani tabriklayman deyapti. Ko'rib, tog'a tabriklayman, oxiri 50 ga kirib uylanibsiz ekanda. Rahmat, o'zing yaxshimi? Rossiyaga yaxshi bordingmi? Qiynalmadingmi? Ha, men yaxshi. Kelishim bilan bank kartasidan oldim. Karta rasmiylashtirish uchun Rossiya fuqaroligi kerak emas ekan. Registratsiya Rossiya sim karti ham kerak emas ekan. O'zimiz nomerga olsa ham bo'lar ekan, kartaga shunday zaifga berasiz, bo'ldi, Rossiya xohlagan hududiga o'zlari keltirib beradi. Hammasi bepul ekan. O'zbekistonga 50 ming rublgacha komissiyasiz pul o'tkazsa bo'lar ekan. Qancha pul tashlayotganingizni olayotgan odam ko'rib turadi, hech qanaqa yaxshilik komissiya yo'q. Qaytishga samolyotga bilet olsam ham shu bank kartasi bilan olaman, chunki oy oxirida kartada sarflangan pul 3% gacha cashback qilib tashlab berar ekan bular. Mayli, sog' bo'ling. Opsiyada silka qoldirdim. O'tib kartani rasmiylashtirib, Pro obunasini faollashtiring. Aytgancha, undan birinchi oyda bepul foydalanishingiz mumkin. Mana tabriklarimiz ham avj olib ketdi. Doktor opamizni ham tabrigi bor ekan. Marhamat doktor opa. Qanaqa tabrik? Bu amakini ukoli bor. Ukolni qilib ketaman. O'ynaymiz. O'tirishim mazaq o'ynaymiz. To'y ertalab ketib boramiz. Opa, yigitim rasmini ko'rsataymi? Qani? Mana. Shahzod-ku, 97-yil, 909 qora jentrasi bor, tishlari sariq. Taniysizmi? Yur, tushuntiraman. Singlim endi yoshlikda bo'lib turadi-da endi bu narsalar. Yig'lama qani. Opa.
Sarvar 98-yil 1777 nomerining oxiri. Sparki bor, oyog'i sasiydi. Buni ham taniysizmi? Men tushuntirib beraman senga, to'xta. Bo'ldi, yig'laverma. Shunchaki tanish u oramizda hech narsa bo'lmagan. Aboyda kirqima qani, bu yoqqa qarab yig'la. Bore. Qani? Shahboz-ku, Buxorolik 15-aprel. Tez gapiradi bu bola. Qorin qo'ygan oyog'ini razmeri 45-46. Yer izinlarning yonida yig'laymiz. Sen ham gaplashmagan yigiting qolmabdi-da, hammasini rasmiy ham bor senda. Kimga tortgansan bilmayman. Bir boshqa izlab ko'r qani, boshqa viloyatlardami, shaharda. Opa, Olib ketib bu yoqqa. mana. Yo'q, emas. Yo'q, tanimadim, rostdan tanimadim. Yo'q. Men tanimaganimni tanimayman deyman. Men yoshligimdan tanimayman-da uni. Allo. Suvchingizni yuboring. Senga jonim, baxtli taxtli bo'lgin, tushgan joyga toshday qotgin yoki shlakablokdaymi? Как удобно. Dada, keldingizmi? Voy, adajon, assalomu alaykum. Pahlavon, 67-yil. Qo'lida bitta barmog'i yo'q, nos chekadi. Hamma haqimda qiyran bilasan. Maktabda dars bergansiz-ku, o'quvchingizman. Ha, sizlar ko'pchilikda hech qanaqa qolmaydi. Hey, tinchlikmi? Samolyot bo'shab qolibdi, shuni to'g'irlab qo'ydim. Endi ustiga pul berib o'tiramiz. Oilamiz bichadiga foyda. Kaltiragan peshonamdan o'rgilab bu xotinmas dunyo 8-mo'jizasi-ku. Hozir akvinani ham to'g'irlab qo'yaman. Ishdan charchab kelgan bo'lsangiz, oyog'ingizni banchka qilib oling, suv tayyorlab qo'ydim. Yo'q-e? Ha, kasal bo'lmaysiz. Oilamiz budjetini ukol dorilarga sarflab o'tirmaymiz. Bunaqa xotin bilan oyda 2 etaj uchastka quraman-ku men. Oymakiga borib kelsam bo'ladimi? Ha, bo'ldi, hozir men pul beraman nima qilib. Yo'q, piyoda boraman. Sog'lig'imga, cho'ntagingizga ham foyda. Bunaqa xotinlar erta qayta bo'ladi o'ylagan nima hayotda ham bor ekan-ku bular. Cho'p bo'lib ketay. Sang'illar. Men korobkacha pul bor deb tepasini shuni ko'rmadingmi-san? Mana yangi ko'ylak oldim o'shani puliga. Ha, bu yerda 8 million edi-ku. O'ziga oldim zirya, oldim ko'yni, oldim qalay yarashganmi? Zir! Svetlarni o'chirib yuring, oilamiz budjetiga foyda bo'ladi. Oyijon, kechiring, bilmay qoldim. Yo'q, qo'shni tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyijon, qo'ygan videoga like bosishdan chiqib qopti. Sizdan kutmagandim, keling, mana buyoqqa kengda. Kelin, yangi video qo'ydim. Tez depos qilib yuboring. Telefonim. Bo'ldi, ha bo'ladi oyijon. Oyijon, yangi video qo'ydim. Menga nima? New postanu. Ahvotim o'ladi. Mayli, o'zingizga chiqar. Haydang. Jonkalarim, to'yjonlarim, oxirgi qo'ygan postimning kommentariy yozinglar, mana shu tillar o'ynab olamiz. Bosinglar. Oyijon, yaqinda olgan tipochkamni topolmayman, qayerda? Men qayerdan bilaman, qidiring qani? Qayerga qo'ygan ekan mana? Stomatologmi bu? Barterga tilatish qo'ydirmoqchi edik. Necha kishimiz? Faqat o'zim bir kishi. Ha. 36 ta jaxshi qo'yish kerak-da. Hurmatli podpishchiklarim, hozir oyijonga prank qilamiz. Oyijon, qarayman, baklashganchilik nima bor ekan? Qani? Yana nima qilsam bo'ladi, yozib qoldiringlar kommentariyalar. Xayr, shirinim. Deb bo'l, shakarim. Shahboz aka, akam Telegramda yosh bolalarimizni ko'rib qoldi, telefonim qo'lida, nimadir qiling. Asalcham xavotirim akang o'zi og'zini yirtaman. Resqani o'zi yakmizanami? Ko'aldami, ko'lmi bu? Oyog'ida qarang zo'rligini. Hidi alohida tema. Qara kiyimda yotibsan. Ana u. Ha, aka, mana do'stim. Ha, do'st aka shuncha baqvat. Rasm tasha. Ana u. Anaqa yozmishlar rasmini so'raganding-ku, ayt. Diktant aka. Kachok zo'r. Yegani biror narsa aytasizlarmi? Yo'q, men kaltak yedim, qornim to'q. Menga choy. Choy akaga. Yo'lingda bo'lib qolsam nima qilayding? U nima? Dars aka, dars qilamizmi deb yozganda. Ha, dars. 44 ekan razmeri. Nechta farzandimiz bo'lishini xohlaysan? Nima deb o'ylab toping? Aka, bag'ringizga bosh qo'yib uxlang, ona mehrini sezar aka. Ey, Akajon, uyda hech kim yo'qmi? u hozirdan yo'l aytgandim-man. Muhabbat shahri loyihasida o'shalar birga borib ko'ramizmi degan ma'noga aytgandim-da, akajon. Yonimda akam bor, telefon qilmang. Uni men yozganman aka. U yozgan va. Akangdan qo'rqayotgan joyim yo'q. Telefonni ko'tar. Aka, qarang mana. Mana bu yo'g'imdan uring aka. Sen ushlab tur, miyam chiqib ketmas. Mana qaranglar o'zi, ha? Sizchi vahshiy ekansiz-ku. Bunaqa odam tugash, maxluq boshlash ekansiz bor-ku siz. Ona haqli inson aka. 14-fevral zo'r. Sovg'asang undan ham zo'r. Lekin akalaring bo'lsa, ko'zingni qiladi ko'r. Qat'iy yashiraman buncha sovg'ani. Akalar, men keldim, xonamda bo'laman, dars qilaman.
Ужин готов. Kichikroq sovg'a bersang o'lasanmi? Qayerga tiqaman buni endi? Yo'q, hammasi bilagini ishirib olgan chalakacho'p. Senga o'xshagan dum-dum. Aka, tushunmadim. Ish taqilyaptimi? O'tir. Aka ovqat. Shahlo qani, bor chaqir. Сию минуту. Принцесса, красотка, Aka, latofatli singlim. Ужин готов. aka shuni keyinroq yesam bo'ladimi? Hozir latofatli singlingiz rosa неудобный vaziyatda-da. Как тебе удобно, солнышко мое. Akalarim singlimizga сейчас неудобно ekan. Bor olib kel. Bor olib kel. Olib kelay. Hey, Aka, nima qilyapsan? men raqs bilan shug'ullanyapman. Anaqa raqqosa bo'laman-da men. Yemadimmi? Spiderman. Odamlarni qutqaraman. Yedimi? Yedim yemadim bilmadim, akamga yetib qo'yaman. Aka, singlimiz qanaqadir Spiderman aka. Spiderman. Hozir boryapman. Spiderman. Nima o'ylayapti? Ha, men orqam qichyapti bo'yidan beri qashlayapman shuni aka. Cho'milib yursang bo'lmaydimi? Bitliqi turishingni qara. Tuya. Men nima qildim aka? Xo'p. Kim u? Ismi nima? Gapir. Aka, qilmasam to'g'ri tushunadi. Красотка, скажи, пожалуйста, как его зовут? Men qanjon seni. Bu uyda ota o'rnida otaman. Ona o'rnida onaman. Opa o'rnida opa, singil o'rnida singilman. Shunda ertaga qaytarib beraman Bekzodga sovg'alarini. Urishurmayman. Bor, yig'lama. Jon seni hech kim seni urishayotgani yo'q. Ismini eslab qoldingmi? Bekzod. Aka! T'écoutes la plaque, Marie-Son, ça décoiffe.